Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Paytodagi tunaka fon ishimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Hozir go'zal holatda chiqqan. Hozir sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. O'zi ko'rib o'zingizlar baho berasizlar ishlarimizga. Bo'lmasam qadrdonlar, biz boshladik obzorimizni. Bu joyimizga ko'cha tomon shapkamizni shunaqa holatda qilib berganmiz. 90 gradus navo. Vada siliflar ham qo'yib berganmiz. Suv tushadigan siliflarimiz. Oqqa mokri rangimizni ishlatganmiz. Bu Haqlaboddagi ishimiz. Hozirgi kunda vodiy bo'ylab 140 mingdan 120 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Listimizni yupqa qalinligiga qarab 0.35, 0.37, 0.4 listlarimiz bor. Bu joyimiz 0.4 lista bo'lgan. Bu kirishda darvozaxonamiz. Darvozaxonamiz eng chiroyli darvozaxonalarga eng chiroyli tushadigan fasonimiz kovra fasonni qilib berganmiz. Bitta 180 lik kosmosimizdan qo'yib berganmiz bu joyga. Uchlar ham ideal holatda bo'lgan. Bu ichi shapkamiz ham bor. Quyoshlik uchun yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Vada siliflari qolgan. Vada siliflarimiz qiyshiq bo'lgani sababiga bu joyimizga oq listimizdan qo'yib chiqqanmiz. Keyin undan keyin qosh qo'yilgan. 90 gradusimiz undan keyin qo'yilgan. Ozgina ishlarimiz qolgan. Bu joyimizga birinchi ko'rib qo'yiladi. Keyin navoda profili ketadi. Navo bo'ladi, u burchakkicha. Bu joylarimiz qolgan. O'zi bu joyimizda tomimiz perepad joyi bor. Lekin lis qoplangani hisobiga tayini bir xil qilib olib o'tib ketganmiz. Chiroyli holat. Bu joylarimiz ponni plastik bo'lgan. Plastik buzildi. Plastik buzilgandan keyin tunaka fonimizni boshlaganmiz. Endi biz ham insonimiz qo'ldan kelgancha chiroyli qilib uyda egasini rozi qilish harakatini qilamiz. Imkon boricha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Ekranlarda tagiga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Hamma yo'g'i ichida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.